aziz xos telefon bo'ldi menga. Ana ularning masalasi hal bo'lmadi. Men o'sha 10 avgustda istoriyani aytib bersam, mana shunaqa yakuniy imtihon desam, yo'q, konkretni shu Aziz Toshdemirov degan kadringiz bor ekan, shu qarshilik qilyapti deb aytildi. Keyin men aytdim, ertaga men ikkalovligiga ana katta majlisdan keyin chiqib telefon qilib громко говорительda gaplashaman, yonimda Aziz Toshdemirov o'tiradi dedim. Tushundingmi? U yaxshilik bilan tugamaydi bu ish. Agar niday bo'lib bunaqa fikrda bo'lib qoladigan bo'lsa, bu 4-sentyabr ham ko'zingga ko'rinmaydi ketish, bu yerda qolish ham to'ntarib tashlaydi hamma yoqni. Menga telefon qilayotgan, ular menga telefon qilayotgan administratsiyadagi katta odam. Aziz, yaxshimisan? Tuzukmisan? Salomatmisan? Tolibdan so'rasam, yo'q, bermabsan. Hozir biz Namanganga ketyapmiz. Men ham sumkani olib ket, yo'q, telefoningni ber, senga qiladi. Telefoning menda yo'q ekan. Telegraming bor, telefoning yo'q. Davay, ketguninggacha olib ket bu sumkani. To'ldirib, mramirni go'sht bilan olib kelasan. Mana bu boshqa gap.